Assalomu alaykum muhojiratdagi aziz qarindoshlar. Ro'zitinglarga muborak bo'lsin. 2 yildan beri Uyg'ur informatsion markazi tajribali ustozlarning yetakchiligida 15 nafar aktyorning zo'r tirishchanlik ko'rsatishi bilan 9 qismli televiziya teatri Ibn Sina, 11 qismli televiziya teatri Hazrati Maryam, 18 qismli televiziya teatri Ashabul Kahf, 44 qismli televiziya teatri Yunus Emir qatorliq klassik filmlarni tarjima qilib, ovozga elib muhojiratga qarindoshlarning huzuriga sunib keldi. Bu filmlar o'z davrining aloyidliklarini namoyon qilgan bo'lib, Ibn Sina filmida turk millatlarning faxri bo'lgan mashhur zot Ibn Sinaning meditsinaga qo'shgan to'kpisi aks ettirilgan. Hazrati Maryam onamizning filmida bo'lsa, Yahudilarning Allohning payg'ambarlariga qilgan suiqasd va razilliklari fosh qilingan. Ashabul Kahfda bo'lsa, 1880 yil ilgari imperator Hadrianus va zolim Daqiyanusning saxta ilohlariga qarshi Maksimilian va uning diniy qarindoshlari qudratli Rim imperiyasining oldida kelma tavhidni dodillik bilan jakolab, ularning saxta ilohlarini bichit qilganligi aks ettirilgan. Yunus Emirda bo'lsa, Yunus Emirning hayoti nihoyatda chin va jonliq aks ettirilgan bo'lib, Allohning valisi Taptiq Emirning ko'ngil qo'yib tarbiyalashi bilan ilgirki hayajon, tantaklarcha qaror chiqarib, qiziqqonlik bilan ish qiladigan Yunus Emre oldi bilan nafsi bilan jihad qilib, qalbini poklab, kichik bel, muloyim, o'tkir fikrlik, dona, hikmatlarga to'lgan adib bo'lib yetishib chiqib, tasavvufning ustozi bo'lib tanilganligi aks ettirilgan. Inshaalloh Allohning inoyati bilan bundan keyin davomli ahamiyatli filmlarni ishlab xalqimizga sunib turamiz. Mehnat bizdan ko'rib, huzur elib, hayotga tatbiqlash siladim. Allah Taala Sharq Turkistondagi yuraklari ezilgan holda bizdan zo'r umidlarni kutayotgan qarindoshlarimizning umidini oqlashga muvaffaq qilar. Inshaalloh Qurbon it namozni aziz vatanimizning tuproqlarini so'yib turib o'qishga muyassar bo'lamiz. Assalomu alaykum muhojiratdagi barliq qarindoshlar. Uyg'ur televiziyasidan hammanglarga yetlik salom. Ro'zi muborak bo'lsin.